Hello Friends, welcome back to Royal Drive. Bugun biz afsonaviy kuch, hashamat va mutlaq ishonchlilik timsoliga aylangan 2026 Toyota Land Cruiser haqida gaplashamiz. Bu suv ko'p yillardan beri dunyo bo'ylab eng mustahkam va hurmatga sazovor avtomobillardan biri sifatida tanilgan va 2026 yilgi model esa bu merosni yanada yuqori bosqichga olib chiqadi. Yangi avlod Land Cruiser nafaqat yo'llarda, balki eng og'ir off-road sharoitlarda ham o'zini mukammal ko'rsatadi. Shu bilan birga haqiqiy premium darajadagi qulaylikni taqdim etadi. 2026 Toyota Land Cruiser tashqi ko'rinishidan boshlab kuch va obro'ni namoyish etadi. Old qismida katta va zamonaviy dizayndagi radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u o'tkir LED farlar bilan uyg'unlashgan. Kapotning baland va kuchli chiziqlari, keng qanotlari va massiv kuzov shakli avtomobilga qat'iy va jiddiy ko'rinish beradi. Yirik yengil qotishmali disklar va baland klirens bu modelning har qanday yo'l sharoitiga tayyor ekanini ko'rsatadi. Shahar ko'chalarida ham, cho'l va tok yo'llarda ham Land Cruiser doimo e'tiborni tortadi. Salon ichiga kirganingizda esa sizni haqiqiy hashamat muhiti kutib oladi. Yuqori sifatli charm o'rindiqlar, tabiiy yog'och bezaklar va metall elementlar interyerni yanada nafis qiladi. O'rindiqlar elektr boshqaruvli, isitish va sovutish funksiyalariga ega bo'lib, uzoq safarlarda maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Keng ichki makon haydovchi va yo'lovchilar uchun erkinlik beradi. Hatto 3-qator o'rindiqlar ham qulay va keng bo'lib, katta oilalar uchun juda mos keladi. Panoramali lyuk esa salonni yorug' va yanada hashamatli ko'rsatadi. Texnologiyalar borasida ham 2026 Toyota Land Cruiser eng so'nggi imkoniyatlar bilan jihozlangan. Markaziy panelda katta sensorli displey joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli instrument paneli barcha zarur ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. Premium audio tizimi esa kuchli va toza ovoz bilan safaringizni yanada. Xavfsizlik masalasida ham Toyota eng yuqori darajani taklif etadi. Adaptiv cruise nazorati, yo'lakni saqlash yordamchisi, kor nuqta monitoringi, orqa harakatni ogohlantirish tizimi va 360 darajali kamera kabi funksiyalar haydovchiga to'liq ishonch beradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi va ko'plab xavfsizlik yostiqchalari esa yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. 2026 Toyota Land Cruiserning eng katta ustunligi shundaki, u kuch va hashamatni mukammal uyg'unlashtiradi. Yangi osma tizimi notekis yo'llarda zarbalarni yutadi va asfalt yo'lda ham juda silliq harakatni ta'minlaydi. Salon ichidagi shovqin izolyatsiyasi kuchaytirilgan bo'lib, yuqori tezlikda ham tinch va osoyishta muhit